O'zbek tilini o'rgana boshlaganimdan so'ng O'zbekistonning madaniyati va tarixi meni qiziqtirib qoldi. Shuning uchun bakalavrini tamomlaganimdan keyin men O'zbekistonga keldim. Hozir men Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy universitetning tarix fakultetida O'zbekiston tarixi yo'nalishi bo'yicha magistraturada o'qiyapman. O'zbek tilini bilish menga juda ko'p foydalar berdi. Avvalo, hozir darslarini tushuna olaman. Ikkinchidan, o'zbek tilidagi kitoblarni o'qiy olaman. Yaqinda men O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlar kitobini o'qiy boshladim. Uchinchidan, bo'sh vaqtlarimda men ham O'zbekistonga kelgan xitoyliklarga o'zbek tilini o'rgatyapman. Shuningdek, o'zbek yoshlarga ham xitoy tilini o'rgatyapman. Ayniqsa, yaqinlarda so'nggi yillarda O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi do'stlikni yanada mustahkamlanib, ta'lim, tibbiyot, arxeologiya va boshqa sohalarda ko'plab qo'shma loyihalari amalga oshirilmoqda. Mening maqsadim O'zbek va Xitoy o'rtasidagi do'stlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum aziz do'stlar. O'zbek til bayromingiz bilan tabriklayman. Mening ismim Raghupati Bidri. Men Hindistondan kelganman. Hindistonda 120 dan ortiq tillar bor. Mening ona tilim Kannada til. Men English tilni yaxshi bilaman. 6 yil oldin O'zbekistonga kelganimda ishlashim uchun English til menga yetarli deb o'ylaganman. Ammo O'zbekistonga kelgach, ishlarimni yaxshi qilish uchun o'zbek til o'rganishim kerakligini tushundim. Men Qashqadaryoda 3 yil ishladim. Hozir Sirdaryoda ishlayapman. Biz paxta yetishtirish sohasida ishlaymiz Indorama kompaniyada. Birinchi ish boshlagan paytimizda juda kam sentner hosil olardik. Asta-sekin hosilni yaxshiladik. Bu yil paxtamiz zo'r bo'ldi. Ayrim joylarda 70 sentnergacha paxta olyapmiz. Sababi o'tgan yillar ichida O'zbekistonning iqlimini o'rgandik. Yangi texnologiyalarni joriy qilyapmiz. Hindistonda ham paxta bo'ladi, lekin O'zbekistonning paxtasi farq qiladi. Chunki O'zbekistonning ob-havosi, yeri, suv boshqacha. O'zbekistonning shirin taomlar, mevalari, samimiy va mehmondo'st odamlari juda zo'r. O'zbek tili ham go'zal. Men Hindiston
Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikdan juda xursandman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Avvalambor o'zimni tanishtirishga ijozat etsangiz. Men Janubiy koreyalik Jong Woo-songman. O'zbekcha ismim Usmonbek. Hozirgi kunda O'zbekistonda Sojung Logistika kompaniyasi, Janubiy koreyalik kompaniyasida direktor bo'lib ishlayapman. Butun dunyodan O'zbekistonga mashina, elektron apparatlari kabi mahsulotlarni olib kelyapman. O'zbekistonga kelganimga deyarli 4 yil bo'ldi. 2021-yilda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida o'zbek til yo'nalish bo'yicha maqsadlarda bosqichda o'qiganman. Til bilmoq, dil bilmoq deganlaridek, o'zbek tilini o'rganish jarayonida o'zbek xalqining diliga kirib boradiganini his qildim. O'zbeklari bilan do'stlashib, ularning tarixi, madaniyati, hayoti, urf-odatlari borasidagi bilimlarim oshdi. Misol uchun, men 91-yilda bo'lsa ham hali o'ylanmadim. Shuning uchun hamma o'zbek tanishlarim menga nega hali o'ylamabsan? Senga o'zbek kelin topib beraymi deb hazillashadi. Chindan o'zbek qizlari juda yaxshi, lekin sizlarda yosh qiz mahalladan tashqariga chiqmaydi degan maqol bor. Shuning uchun men koreys qizga uylansa ham albatta unga o'zbek tilini va o'zbek urf-odatlarini o'rgataman. O'zbek tili haqida gap ketganda Alisher Navoiyni tilga olmay iloj yo'q. Chunki Alisher Navoiy o'zbek tilining mavqeini oshirish hamda o'zbek tilida sermashhur ijod qilish bo'yicha tengsizdir. Ruxsat bersangiz, sizlarga Muhammad Yusufning o'zbek she'rini aytib bermoqchiman. Quyosh yo'q aslo, mehr biri daryo. O'xshasa o'zga o'xshaydi o'zbek. Bolalariga ku bildirmas, ammo dunyoda bo'lam deb yashaydi o'zbek. E'tiboringiz uchun rahmat, bayramingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mening ismim Mashu Komazaki, Yaponiyadanman. Menda ham o'zbekcha ismim bor. Hamma Mashu degan ismimni eshitib, Mashhura deb chaqirishadi. Rahmat. Men birinchi marta O'zbekistonga kelganim 2015-yil edi. 10 yil bo'ldi. 10 yil oldi. Lekin 10 yil davomida yashaganim emas. Kelganimda 2 yillik shartnomani tuzib, JICA degan yapon agentligi tomonidan volontyor sifatida muzika fanidan maktabda dars berish uchun keldim. Yashagan joy Buxoroda edi. Men O'zbekistonga kelguncha buncha kichkina yoshligimdan beri faqat fortepianoga shug'ullandim. Lekin O'zbekistonga kelib, Toshkentga kelgan paytim konservatoriyadagi dutorchilar ansamblini tomosha qildim.
shu payt men uchun birinchi marta shu san'atni, bu san'atini tomosha qildim. Bunaqa san'ati bormi? Bunaqa muzikasi bormi deb juda ham ta'sirlanib, shu payt men albatta dutorchilik boraman deb qaror qildim. Dutorni o'ziga xos muloyim ohang va rrr deb chalishadi-ku. Shu texnika ham menga juda ham yoqadi. To'g'risi rr harfi aytishiga ham ancha qiynaldim oldin. Ancha mashq qildim. Keyin dutordan ustozini topdim. Go'zal Mumidova degan ustozimni topib, O'zbekistonda paytim dars olib, dutor chalishni o'rgandim. Lekin afsuski, shartnoma tugadi. 2017-yil Yaponiyaga kelishiga to'g'ri keldi. Lekin ketgandan keyin ham Yaponiyada har xil konsertlarga chiqib, o'zbek xalq kuylalarini yapon fuqarolarga ijro etib beraman. Ham ba'zida O'zbekistonda ham meni chaqirishadi, tadbirlar bo'lsa. Masalan, 2018-yil Shahrisabzda o'tkazilgan birinchi maqom forumga, festivalga meni taklif etdi va men shu payt sahnaga chiqib, Sumbura qo'shiqni aytib, 3-o'rinni egalladim. Keyin o'tgan yil yanada yaxshi tajribam bor edi. Bittasi Poysin bahorga qatnashib, yonimda ikkita yapon raqosadagi o'zbek raqsiga tushgan. Men bilan har xil o'zbek xalq kuylalarini ijro etib, o'sha paytda ham 3-o'rinni egalladim. Rahmat. Yana oxirgi 3-o'rin bor. O'tgan yil 2024-yil Sharq taronalari, Samarqanddagi Sharq taronalarida ishtirok etib, shu payt bir o'zim sahnaga chiqdim. Shu paytda ham 3-o'rinni egalladim. Katta rahmat. Men dutorga xorasa emas, boshqa muzika, o'zbek milliy muzika asboblariga ham qiziqaman. Doira bor-ku. Doirani 2 yildan beri Sherzod Nazarov ustozidan o'rganyapman. Va shu yil sentyabrdan boshlab yanada o'zbek muzikani yaxshi o'rganaman degan niyatim bilan Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy muzika san'at institutiga magistratura bo'limiga o'qishga kirdim. Keyin hozir oldimizda bor Abdurahat Abdurashidov akadan nayni o'rganishni ham boshladim. Rahmat. Ana shunday bizni ona tilimizga hurmat, e'tibor ko'rsatayotganligi uchun xorijlik do'stlarimizga ham alohida minnatdorliklar bildiramiz, tashakkurlarimizni izhor etamiz va bizni o'zbekona shunday iboralarimiz bor. Qutlug' joydan quruq qo'l bilan ketilmaydi degan. Mana shu iborani ham ma'nosini ularga yaxshilab anglatishimiz kerak. Shu maqsadda sahnaga o'zbek tilining xorijlik do'stlarga yangi chop etilgan Alisher Navoiy ensiklopediyasini taqdim etish uchun Vazirlar Mahkamasining Davlat tilini rivojlantirish departamenti rahbari Xolbotayev Nodar Jonuzoqovichni hamda O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi direktori Eminov Azizbek G'ulomjonovichni taklif etamiz.